Nima deb o'ylaysan? Oshni mashaq turib yesa bo'ladimi? Oshni bilmadim, u choyga to'shni icholmaysan. Nima ko'ryapsiz? Menga ko'rsa. Ingliz tilini kuchaytirishni eng zo'r yo'li bu kino ko'rish. Buni hamma aytadi. Aslida bu to'g'ri, lekin shu bir muammo bor-da. Kino ko'rayotgan paytingizda biror bir gapni tushunmay qolasiz. Keyin nima qilasiz? Orqa qaytarasiz. Yana tushunishga harakat qilasiz. Hali ham shu ahvol, o'sha iborani, frazani tushunmaysiz. Jahlingiz chiqadimi? Keyin nima qilasiz? Pult menga emas ekanda. Kino ko'rish, hali beri kinoni boshlamas ekanman ko'rishni deysiz. Asl muammo sizda emas. Shunchaki hali sizni qulog'ingiz connected speech ga moslashmagan. Connected speech nima ekan o'zi u deb hayron bo'lib turadi. O'shaning uchun kino ko'rgan paytingizda ba'zi bir iboralar, jumlada umuman tushunarsiz eshitiladi. The fact that I'm black has nothing to do with the fact I'm a He didn't say black people were early. He was being specific to you. One has nothing to do with the other. And I'd go a step further, if I'm not mistaken, and say it was a term of familiar affection. prime time's a gypsy. I won't call him a pikey. Bu videoda O'rgimchak odam film orqali bu muammolarni tuzatamiz va ingliz tilida bemalol kinolarni tushunib ko'ra oladigan bo'lasiz. Shu bilan birga lug'atingizga ham 4 ta yangi barra iboralarni qo'shib qo'yasiz. Film haqiqiy Amerika kinolaridek bir omadsiz, sodda, lekin juda ham oq ko'ngil yigit hikoyasi bilan boshlanadi. Who am I? You sure you want to know? The story of my life is not for the faint of heart. If somebody said it was a happy little tale, if somebody told you I was just your average ordinary guy not a care in the world, somebody lied. But let me assure you, this, like any story worth telling, is all about a girl. That girl. Bu gapga e'tibor bilan qarasangiz yoki eshitsangiz, bu so'zlarning hammasini o'z aslida bilasiz. Siz bilmaydigan so'zlar maskotda ehtimol, lekin baribir ham shu mag'zini olmasligingiz mumkin. Chunki Life is not for the faint of heart. bu shunchaki to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilinadigan gap emas, bu iborada. Sure you want to know? The story of my life is not for the faint of heart. But let me assure you, Demak, bu yerda let me assure you iborasi biror bir insonni ishontirish uchun ishlatiladi. Bu aytib berishga arzigulik hikoya ham to'liqligicha bir his haqida demoqchi. Qisqasi, ishoning menga. I can assure you deb ishlataverasiz mana shu iborani. that girl. The girl next door. Mary Jane Watson. The girl next door. Agar bu gap bo'ligiga e'tibor berib qarab tursangiz, xuddi ingliz tilsidan ketma-ket qo'yib chiqqanga o'xshaydi-da. O'zi bu bitta gap bo'lagi va buni ma'nosiga e'tibor bergan bo'lsak, shunchaki qo'shni qiz deganda my next door neighbor deysiz-ku, shunday yon qo'shnimiz deganda shu iborani ishlataverasiz. The woman I've loved since before I even liked girls. I'd like to tell you that's me next to her. I'd like to tell you that's me next to her. Bu yerdagi I would like ni qisqartmas. Agar ushbu gapni tarjima qiladigan bo'lsak, uni yonidagi men deb aytishni xohlardim deb tarjima qilasiz. Keling o'z mana shu joyda yengil would like haqida ham ma'lumot berib ketaman. Want bilan would like nima farqi bor desiz, want endi xohlayman deganida, masalan siz kafega, restoranga kirib misol uchun, men shu suv olib kelvering siz, I want some water demaysiz-ku, to'g'rimi? I would like some water. Okay, can I have some water please? deb aytasiz. O'sha yerda xohlar edim ma'nosida ishlatiladi. Asosan endi kafe, restoranlarda odatda mana shunaqa frazalardan foydalaniladi. Bu degan faqatgina o'shunaqa holatda emas, boshqa joylarda ham, misol uchun, uyqungiz kelayotgan bo'lsa, misol uchun, uyqum kelyapti, desiz, I'd like to sleep now. Durasiz. Would like want ga qaraganda nisbatan yumshoqroq eshitiladi, yumshoqroq ishlatiladi. Uni inkor shakli wouldn't like bo'lmaydi. Mabodo biror narsa xohlamasangiz, mana pasportning afsan hozir keldi. Suv ichishni ko'ngillar tutsaydimi desa, no thank you, I wouldn't like water deb javob bermaysiz. No thank you, I don't want water. I don't want deb ishlataverasiz agar biror narsani xohlamasangiz. Agar xohlagan bo'lardim deb sal mayinroq, yumshoq, soft tone of voice aytmoqchi bo'lsangiz, would like ishlatasiz. Darak shaklda ishlatiladi. Boshida hech ketmadi, tushundingiz-a? Xullas would like darakda ishlatiladi. Xohlardim degani inkor shaklda I don't want durasiz. Good? Kunlardan birida ekskursiya paytida bosh qahramonimizni o'rgimchak chaqib oladi. Mana shu joydan boshlab katta bir o'zgarishlar sodir bo'lishni boshlaydi. Endigi navbatda e'tiboringizni filmdagi bir mashhur sahnaga qaratishni so'ragan bo'lardim. Going to the downtown library. I'll see you later. Oh, yeah, wait, Pete. I'll drive you there, buddy. Oh, no, I'll take the train. No. I need the extra. Ushbu sahnada Peterni amaqsi "Wait, I'll drive you there" dedi. Shu yerda to'xtab tur.
"Men seni mashina qilib haydayman" degani emas o'rtoqlar. Balki bunaqa deb tushunmagandirsiz-ku, lekin baribir ham shu 14 yoshli jiyanimga tushuntirgandek tushuntiraman. Drive bu yerda haydamoq, lekin bu kontekstda men seni o'sha mashina haydab olib borib qo'yaman, ya'ni seni o'sha yoqqa tashab qo'yaman degan ma'noda ishlatilyapti. Peter nima dedi keyin? I'll take the train debdi. Men poyezdni olaman degani emas, men poyezdda bora qolaman degan ma'noda I'll take the train dedi. Peterning gapiga qaramay, amakisi uni birga mashinada olib borib qo'yishga harakat qiladi va mashinada ketayotganda filmni eng o'sha ingliz tilida aytadigan bo'lsak heart touching deydi-ku, yuraklarga bir yetib boradigan, etlarni jimillataveradigan bir vaqt keladi, o'sha moment keladi. Endi filmdagi yana bir mashhur sahnaga e'tibor qaratamiz va diqqat bilan Think you're pretty funny, don't you, freak? Come on, Flash. Stop. I don't want to fight you, Flash. I wouldn't want to fight me neither. Kick his ass, man. qarang, mana sizga ham hozir I want to fight you deb eshitdim. Men bitta eshitdim yana. I don't want to fight you, Flash. Nimaga unaqa bo'lyapti deb o'ylaysiz? Asosan ingliz tilida ma'lum bir fe'llarga va muhim otlarga urg'u beriladi. Isn't, aren't, don't, want, aren't gonna bularga, ya'ni to be larning inkor shakllariga, yordamchi fe'llarning inkor shakllariga urg'u berilmaydi. O'shaning uchun gapda ma'lum bir so'zlar xuddi tushib qolayotgandek qulog'ingizga eshitiladi. Agar listening mahoratingiz haqiqatda yaxshi bo'ladigan bo'lsa, bunaqa kichkina detallarni ham ilib ola olasiz. Mana bu gapda esa Flash bir grammatik xato qildi. Payqadingizmi yo'qmi bilmadim, o'shaning uchun yana bir marta qo'yib beramiz. I don't want to fight you, Flash. I wouldn't want to fight me neither. Kick his ass, man. Neither so'zi noto'g'ri ishlatildi. Chunki o'zi aslida buni to'g'ri shakli qanaqa bo'lishi kerak? Shundan boshlaylik. Men tushuntirishimdan oldin I wouldn't want to fight me either bo'lishi kerak. Nega desangiz, either o'zi allaqachon inkorli shakllarda ham ma'nosida ishlatiladi. Men ham o'zim bilan ushmagan bo'lardim dedi. Qarang, hozir narsani tushunmagan bo'lishingiz mumkin, chunki juda maydalashib ketib qoldimda, shuning uchun bir chay darajasiga tushuntiraman. Tasavvur qiling, o'rtog'ingiz I like watermelon dedi. Siz nima deysiz? I like watermelon too deysiz. Men ham yaxshi ko'raman degan ma'noda. Lekin unga qovun yoqmas ekanda, I don't like nima edi? Melon dedi. O'sha payt, menga ham qovun yoqmaydi desiz, I don't like melon either deysiz. To ishlatmang bu yerda. Chunki to darak shaklida ishlatiladi. Inkor shaklida esa either ishlatiladi. Unda neither qachon ishlatiladi? Desiz, neither shunchaki qisqa gaplarda ishlatiladi. Masalan, I don't like hot weather. Me neither. O'zi aytyapti, menga issiq yoqmaydi desa, menga ham ma'nosida me neither ishlatasiz. Agar darak shakli bo'lsa, masalan, I like cool weather bo'lsa, darak shaklida kelgani uchun siz me too deb javob bersangiz bo'laveradi. Endi mengiz achidi-ku, to'g'rimi? Endi oxirigacha olib boraylik endi. Either so'zi to'liq gaplarda ham qo'shimchasini qo'yayotgan paytingizda ishlatiladi. Ani me either degan narsa yo'q. Hechdan chiqib qolmasin. Va talaffuzga to'xtalamiz. Ikki xil talaffuzi bor, amerikancha sheva, britancha shevada. Amerikancha shevada either hamda neither deyiladi. British shevasida bo'lsa either yoki neither deb talaffuz qilinadi. Xullas o'rtoqlar, kinoga qaytamiz. Bu yerda Flash atayin neither deb demak xato qildi. Grammatik jihatdan gap noto'g'ri tuzilgan. Ssenariy yozilayotganda mana shu narsaga ham e'tibor berilgan. Chunki maktabda o'zi bola bezori, darsga kirmaydigan, ani o'tganni ketmonni o'rog'ini olib o'tadigan bolalardan bo'lganda, endi maqolni ham yorib yubordimi? Xullas, o'sha bitta kichkinagina bir grammatik xato bilan ham u xarakteri qanaqaligi ochib berilganda. Bo'ldingmi? Qo'lim charchab ketdi. O'rtoqlar, kino ko'rayotganda biz ko'p holatlarda tushunmasligimizga mana shu connected speech ham aybdorda o'zi. O'zi u haqida ham biz allaqachon video qilganmiz. YouTube kanalidan ham pastroqga tushsangiz connected speech mavzusida bir to'liq bir dars bor. Albatta bu videoni ko'rib bo'lib, keyin bu videoga borib o'rganib olsangiz bo'ladi. O'shaning uchun juda unaqa chuqur kirib ketib qolmaymiz. Men umuman yengil bir tushuntirish berib ketaman. O'zi connected speech nima? Connected speech bu so'zlar bunday bir-biriga bog'lanib ketishida. Shu so'zlar bir-biriga bunday qo'shilgandan keyin ma'lum bir tovushlar yo'qoladi yoki ma'lum bir tovushlar paydo bo'ladi. Uni siz kitobdan qonun qoida qilib o'rganishingiz qiyin. O'shaning uchun mana shunaqa kinolar orqali yoki har xil ashyolarni tahlil qilish orqali ham shu connect speechni o'zlashtirsangiz bo'ladi. Mana endi kinodagi eng yorqin hamda ajalib turadigan, hammamiz memlarda bir marta bo'lsa ham ko'rgan o'sha personajga to'xtalamiz. Cash money for a picture of Spider-Man. He doesn't want to be famous, and I'll make him infamous. He doesn't want to be famous? I'll make him infamous. Bu yerdagi ikkita so'z bir-biriga yaqin bo'lishi mumkin, lekin orasidagi farqlar bor, o'shalarni ko'rib chiqamiz.
famous bu o'sha mashhur degani, ijobiy ma'noda bir mashhur degani, famous deb talaffuz qilinadi. Lekin uni yonidagi so'z bo'lsa infamous. Infamous emas, infamous. Qaytaring. Ma'nosiga to'xtalamiz. U bir yomon ish qilib, qanaqadir bir yovuzliklar bilan, yomon nom bilan tanilgan degan ma'noni bildiradi. Ya'ni yomon taraflama mashhur, yomon, badnom degani. You can't do this to me. I started this company. You know how much I sacrificed? You know how much I sacrifice degan gapdan sacrifice so'zini o'rganib olishimiz kerak bo'ladi. Chunki bu juda ham muhim va qiymatli bir obro'liroq, bir qadri balandroq so'z. Chunki bu biror narsaga erishish uchun kattaroq narsadan voz kechish, qurbon bo'lish, qurbonlik qilish degan ma'noda ishlatiladi. Xullas, mana kimdirgan haqiqatda bir minnat qilasiz-ku, minnatli gaplar aytasiz-ku. Bilasanmi, men sana uchun nimalardan voz kechganman deysiz-ku o'sha payt. You know how much I sacrificed? Deb jahl qilib, qo'yni uyib, men o'zim kiydirdim, yemasdan yedirdim, vaqt ajratdim deb gapirishadi-yu. O'sha holatlarda shunaqa ibora ishlatiladi. O'rtoqlar, biz YouTube kanalimizda haftasiga maksimal bitta video chiqaradigan bo'lsak, Telegram kanalda har kuni ingliz tili va uni madaniyatiga oid bo'lgan postlarni joylab boramiz. Undan tashqari amaliy mashg'ulotlar ham beriladi. Va eng qaymoqli joyini aytadigan bo'lsam, har hafta bizda jonli, mutlaqo bepul darslar bo'lib boradi. Dars bo'lishidan bir necha kun avval mana shu mavzuda, shu teacherdan mahorat darsi bo'lib o'tadi degan post chiqadi. Va albatta Telegram kanalimizni kuzatib, bizning jonli darslarda qatnashib, savollaringizga bemalol jonli tarzda javoblasangiz bo'ladi. Jijjida ko'payib ketdi. Endi Telegram kanalini qanday topamiz deydigan bo'lsangiz, postingni kirasiz, Englify School deb o'tirmaysiz. Shunday video tavsifida havola bor, shuni bitta ezasiz, Telegram shuni otiladi. O'rtoqlar, menga qiziq, mana hozir Spider-Man haqida ma'lumot berayotganim uchun sizlardan ham bitta narsa so'ramoqchiman. Spider-Manning o'zi eng haqiqatda zo'r shedevr chiqqan legenda qaysi? Legendary deyshadi-ku. O'shaningiz qaysi? Izohlarga yozing. Qaysi birini yaxshi ko'rasiz? Shaxsan masalan, mendan so'raydigan bo'lsangiz, men og'zimni to'ldirib Friends deyman. Videomizni filmdagi eng mashhur bir ibora bilan tugatsak, nima deysizlar? Remember, with great power comes great responsibility. With great power comes great responsibility. Ya'ni katta kuch katta mas'uliyatni talab qiladi. Afsus va nadomatlar bo'lsinki, bugungi videomiz ham o'z yakunini topdi. Siz esa videoga like bosing, izoh yozing, yana kimlar uchun foydali deb o'ylaysiz, ularga ham jo'natib qo'ying. Yetadi bunga.